Vakuum bo'yicha yana Tracker avtomobili qabul qilganmiz. Mashina 112 ming yurgan. Avtomobilimizda diagnostika qildik. Diagnostika qilgan vaqtimizda tormoz bo'yicha muammo deb chiqarib beryapti. Bu avtomobilimiz 1 yil oldin vakuumli nasos qo'ydirgan ekanlar. 1 yildan keyin endi vakuumlari ishdan chiqib qolgan bu tomonda. Ichkarida yana tormozlari ishlamay, mana bunday yoqimsiz zvuk beryapti. Ichkarida ham tablolarda tormoz bo'yicha muammo bor deb chiqarib beryapti. Tablolarda mashina tormoz bosgan vaqtida oyoqda qo'pol bir holat seziladi. Hozir bu avtomobilimizni ham vakuum nasoslarini almashtirib, mashinani normal holatga to'g'rilab chiqarib beramiz. Avtomobilimizni zapchastlarining yechish holati, vakuumlarini hozir yechib tashladik. Bu tomonda mana vakuumlari shuni hisobiga muammo qiladi. Hozir endi avtomobilimizga yangisini sinab beramiz. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bunga mana bu yangi vakuumlarini qo'ydik. Mana yangi to'qti vakuumlari. Inshaalloh kompyuterda diagnostikalari ham ishi bitta hammasi. Boshqa muammosi qolmadi. Endi avtomobilni zavod qilib tekshirib ko'ramiz. Zavod bo'ldi. Ichkarida hamma zinaklari uchta hech qanday muammo yoki problemalari qolmadi. Bu tomonda hech qanday zvuk ham bergani yo'q. Tormoz bosganda ham ideal holatda ishlayapti. Hech qanday tirillab qolib, oyoqlarga hech qanaqa vibratsiya berayotgani yo'q. Shunaqa xizmatlar bo'yicha Avtomasterga Instagram kanaliga aloqa qilib olasizlar.